Assalomu alaykum butun planeta. Xudo xohlasa alhamdulillah. Maniki jangga bag'ishlangan yangi soch turmayimiz tayyor, Xudoga shukr. Kayfiyat yaxshi. Xudo xohlasa Qozog'iston Astanada o'zimizda vodiylik, o'zbekistonlik birga hamyurtlarimiz chaqirishib shu holatga olib kelishdi. Rahmat. O'zbek bir-birini lubo joyda paddishga qiladi. Shunisi bilan o'zbek ajralib turadi. Aka, manzilingiz qayerda sizda? Qozog'iston Astana, Gabdulina 16, Teten Barbershop. Amanat kutamiz. Pastga nomerini yozib qo'yaman akamni. Xuddi mana qarang, shikandek holatga keltirib qo'yadi. Lubo tarzda. Jonlaringiz sog' bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xudo xohlasa inshaalloh 29 da g'alaba qozonib, O'zbekiston yurtimizni bayrog'ini osmon uzra ko'tarib, hammamiz xursandchilikda inshaalloh o'tirish nasib aylasin. Duo qilib qo'yinglar. Olg'a O'zbekiston. O'sha omad Saturniga. Davay do'stlar, gazini bosamiz. 1dan 0 gacha baho beramiz akalar. Mana akamiz o'zi chiroyli qilib chotga g'alaba olib berdi. Duoda o'tiringlar, inshaalloh chiroyligina g'alaba qilib, Qozog'iston Astanani yondirib qaytamiz. O'sha